Afrozbek 8 ta basseyn krol chizamiz. Qara. Qo'limizni tekis qilamiz, pastga tushiramiz, tepaga. Bu krol usuli bo'y o'stirishga, umurtqalarni to'g'irlashga, poзвоночник qiyshayib qolgan bo'lsa, o'shalarni to'g'irlashga yordam beradi. Keyin ham bo'y o'stirishga, qomatni tekislashga, oyoqlarni chiroyli qilishga, qo'llarni tekis ishlashga yordam beradi. Bu mashqni haftada 2-3 marta 1 soatdan ishlasanglar bo'ladi. Suzishi ko'p yaxshi tomonlari bor. Nafas olishga, bo'yni o'stirishga, umurtqalarni to'g'irlashga yordam beradi. Boshdan oyoqgacha hamma a'zolarimiz suzishda ishlaydi. Yana bir narsa, bolalar uchun eng zo'r suzish mashg'ulotlari bu Women Kids'da. Yanada ko'proq ma'lumot olish uchun Dairisga murojaat qiling.